Kim maktabda o'qish vaqtida paxta terimiga chiqqan bo'lsa, bir qadam tashlasin. Butun o'quv yili davomida majburiy jamoat ishlariga jalb etilmaganlar bir qadam tashlasin. Kim maktabda o'qish davrida dala ishlariga jalb etilgan bo'lsa, bir qadam tashlasin. Ayni kuz mavsumida maktabdan uzilmay dars o'tayotganlar bir qadam tashlang. Kim maktablarda darslik va qo'shimcha dars vositalaridan qiynalgan? Kompyuter va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan sinf xonasida dars o'tgan yoki o'tayotganlar kim? Ha, biz bir safdamiz, lekin ta'limdagi bugungi imkoniyatlar qachonlardir orzu bo'lgan. Shunday ekan, aziz yoshlar, bugungi ishonch va sharoitning qadriga yeting.